Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda bog'bonlar kanalining kuzatuvchilari. Biz shaftoliga o'g'itlash jarayonidamiz. Shaftoliga biz hozir sulfat bilan Ifoda kompaniyasidan ishlab chiqarilgan alifoslarni qo'llanmayapmiz. 821 serialashtirib chiqqanmiz buni bir marta. O'zi rang urishni boshladi anjir birimiz. Shu joyda bir qator anjir bir ekilgan. Bu tarafdagimiz anjir ikki keyingi pishadigan. Mana yagona qo'ygandan keyingi holat. Holasi hosil yaxshi qilamiz. Sizlarga ishlov berildi. O'g'itlar biz hozir 90 dan keyin suv ochib keyingi holatlarni ham sizlarga